Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Bugungi chiqishim O'zbekiston Respublikasi hududiga qarashli Surxondaryo viloyatidagi notinchliklar bo'yicha qisqacha efir. Shu ko'plab rahbarlarimizda va xalqimizda qo'polliklar mavjud. Buni men aniq aytaman. Bitta rahbarlarda emas, oddiy fuqarolarimizda ham qovoq o'yish, gapirsangiz qo'pollik bilan javob qaytarishlar mavjud. Rahbarlarda ham va ko'plab ayrim fuqarolarda ham. Endi aytishingiz mumkin, stressi bor fuqarolarda, depressiv holatda, ishsizlik, yetishmovchilik, boshqa degandek, lekin insonlarga kulib boqish ham bir ehson bo'lgandan keyin ehsonga ehson javob, yaxshilik ham qaytishini unutmasligimiz kerak. Surxondaryodagi bu holat, uyi buzilayotgan ayol holati, GAI bilan o'sha hovlidagi erkak qochib yuribdi, ayollar aralashyapti, teginmang deb o'sha erkakni qiz farzandi YPXga yolvoryapti, lekin shu qizchani yiqilib tushgan holatini ham ko'rdim, oyog'ini ushlab, bechoraga rahmim keldi, lekin afsuski o'sha yerda emasman. Juda ham xunuk holat. Yoki mana bu uyi buzilgan ayoldagi holat. Mibmi ular bilmadim. Ikkita qo'lidan ko'tarib olib chiqyapti va oxiridagi kadrga sal e'tibor bilan qarasangiz, u bilmayman, Milliy gvardiyami yo, lekin MIBda mana bunaqa uradigan rezinovoy tayoqcha ko'rmagan edim. Bitta qo'lida o'sha rezinovoy tayoqcha turibdi va ikkinchi qo'lida qizni, o'sha ayolning qizini ikkita qo'lini ushlagan holda sekin olib ketyapti. Agar o'sha qiz biroz qarshilik qilsa, bu degani o'sha rezina bilan ayol o'sha qizni urishmi? Voyaga yetmagan qizni. Men tushunmay qoldim. Nima uchun kuch ishlatar tizimi yosh bolalarga qo'lidagi rezinka bilan qo'lini ushlab turib olib ketyapti? Bolalar huquqini himoya qiluvchi ombudsmanda o'tirgan xonim, siz shu kadrlarga ko'zingiz tushdimi? Menimcha ko'zingiz tushmagan. Siz hattoki qiziqmagansiz shu kadrga. U ham mayli. Men bu holatdagi YPX xodimlari, GAI xodimlari xonadonga kirib, o'sha bitta erkakni quvlab yuribdi. Ayollar aralashyapti, bolalari aralashyapti, kichkina ko'zingiz tushgan bo'lsa, bolalar huquqini himoya qiluvchi xonim. Yo'q, siz qaramagansiz. Sizga internet muhim emas. Sizga o'sha senatda, Oliy Majlisda hisobot berish bo'lsa bo'ldi. Har ikki holatda ham bolalar jabrlandi, ayol jabrlandi. U ham mayli. Yana o'sha Surxondaryo viloyatida o'sha qanaqadir bozori bor ekan. Mana shu bozorda ham ayollar, aksariyat ayollar dod faryod prezidentga chiqqan, Saida Mirziyoyevaga chiqqan. Umid bilan chiqyapti. Ikkita o'sha grajdanskiy fuqarolar kiyimida, o'sha ichki ishlarga qarashlimi, boshqami, bilmayman, grajdanskiy formada bitta ayolni olib ketishyapti. Ya shu ayol dod faryod qilmay, baqirmay asta ketyapti, Xudoga shukr. Lekin shu holat chiroyli deb o'ylaysizmi? Bo'layotgan jarayonlar. Bizani rahbarlarimiz ko'pi shu hokimiyatda ishlaydigan yoki ichki ishlar strukturasida ishlaydiganlarda Toshkentda o'sha prezident akademiyasi deyiladi, shu boshqaruv bo'yicha o'qitiladi rahbarlarda. Ma'lum bir o'sha boshqaruv tizimlarini o'rgatishadi. Nahotki u yerda ta'lim, tarbiya, etik normalar o'rgatilmasa, fuqarolarga qanday munosabatda bo'lish? To'g'ri aytishingiz mumkin. Biz bosiqlik bilan kirdik, lekin fuqaro shantaj qilib baqirdi deb. Lekin har qanday holatda ham rahbar
inson bosiqlik bilan, "Ey, baraka topkur, mumkinmi uyingga kirsam? Baqirma, chaqirma, oldin mani eshit. Kel, inson bo'lib suhbatlashaylik. Sen qilgan xatoni men senga tushuntiray. O'zing keyin xulosa qilarsan. Agar haqiqatda aybsiz bo'lsang, men sekin uyingdan chiqib ketaman. Aybdor bo'lsang, aybingni bo'yningga olib, uzringni so'rarsan" deb aytib qo'yish shunchalar qiyinmi? Hurmatli tepada o'tirgan rahbarlar, xalqni eshigini tepib kirayotgan, xalqni hovlisiga kirib baqir-chaqir qilayotgan rahbarlar qiyinmi? O'zi insonlar zo'rg'a yashayotgan bo'lsa, kundan kunga mana bu prezident farmonlari, qarorlari, deputatlar tasdiqlayotgan jarimalar, shtraflar, taqiqlar xalqni qiynayotgan darajaga borayotgan davrda sizlardiki ortiqchada endi. Qani xalq vakillari, deputatlar? Qani sizlar shu holatda? Oliy Majlisda o'tirganlar, senatorda yoshi ulug' senatorlarimiz qani sizlar? Surxondaryodagi holatdagi ayanchli holatda sizlar ular bog'dan, sizlar tog'dan kelib o'tiribsizlar. Uyat emasmi? Xalq vakillari degan nomlaring bor, unvonlaring bor. Iltimos, xalqni muammosiga yondoshmasanglar, xalq vakili demanglar, iltimos. Prezident vakilimiz, Saida Mirziyoyeva vakilimiz, hukumatni vakilimiz deb aytinglar, iltimos sizlardan, iltimos. Xalq vakilimiz demanglar, iltimos. Agar xalqqa mana shunaqa baqir-chaqir holatlardagi bolalar yer bilan bitta bo'layotgan paytda stress, depressiv holatda kelib chiqayotgan holatlarda xalq vakilimiz demanglar. Birorta fraksiya bordimi? Partiyalar bordinglarmi Surxondaryoga, respublikada o'tirgan? Yo'q. Xotin-qizlar qo'mitasining yangi rahbari bordimi shu joyga? Boshqa barcha xotin-qizlar qo'mitasining rahbarlari mana shunaqa ayanchli holatlarda o'sha xonadonlarga borib, suhbatlashib, ularni qo'yniga dalda berib kelgan. Hozirgisi bordimi? Yo'q. Andijonda, Namanganda yuribdi, majlisvozlik qilib. Hozirgi xotin-qizlar qo'mitasining rahbari majlisvozlik qilib vodiyda yuribdi. Surxondaryoga ketmaysanmi? Samolyotga bilet olib. Yo poyezdga bilet olib bormaysanmi o'sha yerga? Xotin-qizlar bilan ishlash, yoshlar bilan ishlash deganimiz. Hozirgi xotin-qizlar qo'mitasi tan olinglar raisi, rahbari sust ishlayapti, sust. Hurmatli prezident, shu ham sizni kadringiz. Nima uchun bormadi? Nima uchun shu xonadonlarda ayollar bilan suhbatlashmadi? Dalda bermadi, yo'l yo'riq ko'rsatmadi. Chunki ojiz, balki ojizdir. Chunki bu hozirgi bizaga bo'lgan xotin-qizlar qo'mitasining rahbari yoshlar bilan ishlaganda men ko'rmaganman buni qanday ishlagan, nima ishlagan. Men bilaman Alisher Sa'dullayevni, Qahramon Quranbayevni bilaman. Chunki ular ommaga tez-tez ko'rinib chiqib, ayniqsa Alisher Sa'dullayev mana hududlarga borib, yozi jaziramasida tankasi yo'q yoshlarga motivatsiya berib, молодец shu yigitga. Alisher omadingizni bersin, ilohim. Men shu Alisherda ko'ryapman men faollikni. Qolgan rahbarlar qayerda? Toshkentda, poytaxtda o'tirib olishganda. Bor o'sha joyga. Nima qilasan Toshkentda o'tirib? Bor, mehmonxona bor, lyuks xona qilib berishadi sanlarga. Bor o'sha muammosi urchib ketgan hududlarga bor, o'sha yerda yasha. Voy, insonmiz-ku. Jahli kelib turgan insonni sokin qilishimiz mumkin-ku, yaxshi gapirib. Aybi bo'lsa ham.
Nimaga haligacha g'o'ddayamiz? Yo prezident selektor yig'ilishida g'o'dday, uyiga bostirib kir, so'k, haqorat qil, ayolni yer bilan bitta qil, bolalarni ur deb ta'lim tarbiya beryaptilar prezidentimiz. Bizga bunaqa g'o'ddaygan, qo'pol, xuddi xon, podsholardek buyruq beradigan rahbarlar kerakmi? Mana shu voqealar butun dunyoga tarqadi. Va butun dunyoning ayrim fuqarolari O'zbekistonda ahvol og'ir, xalq ezilyapti degan xulosaga kelyapti. Bizning prezidentimiz dunyoga chiqayotganda Surxondaryodagi holat va boshqa hududlardagi mana shunaqa baqir-chaqir holatlari bu uyatli emasmi? Bitta narsaga tushunmayman. Insonning o'tmishi bo'ldi, u jazosini o'tab bo'lgan. Nima uchun Surxondaryo viloyati hokimi ayolni qamalib chiqqanini kinoya qilib o'tyapti? Nima uchun eslatib o'tyapti? U bo'ldi, jazosini o'tab bo'lgan shekilli. Yo atidami? Uy qamog'idamidi? Siz bildirib o'tyapsiz, Ulug'bek. Insonda sha'ni, qadr, qimmati turibdi. Prokurorligingizga bordingiz mana shu yerda. Hokim emas, prokurorlikka bordingiz. Prokuror bo'lib ishlavering unda. Insonlarning qamalganini, o'tmishini yuziga soladigan bo'lsangiz. Hamma illatimiz mana shu salbiy illatlarimiz muomala madaniyati yetishmasligidan, psixologiya bilishimiz kamligidan. Men rahbarman, bo'ldi, любой ishni qilishga haqqim bor deydigan prinsipimizda. Voy, bu dod faryodlar odam ezilib ketadi ko'rib. Juda ko'pchilikda ahvoli yomon bo'ldi mana shu videolarni ko'rib. Internet to'lib ketdi, xotin-qizlar prezidentga murojaat, Saida Mirziyoyevaga murojaat. Kecha bittasi Toshkent viloyatida bitta tadbirkor chiqibdi. Saida Mirziyoyeva qulfni osib olgan og'ziga, "Men sizni kutyapman." Saida Mirziyoyeva bormaydi, afsuski. Bormaydi. Nazoratga olishi mumkin, lekin bormaydi. Ularning qo'riqchilari bor, oddiy xalqni ichiga qo'ymaydi. Qoraqalpog'istonda koridordan ketyapti Saida Mirziyoyeva, bitta yosh ulug' ayol so'rashyapti, orqasiga qo'riqchi kelib turib, haligi ayol bilan Saida Mirziyoyevaning qo'lini uzishga harakat qilyapti. O'qib qo'ying, qo'lini uzmang. Kerak emas bizga bunaqa boshqaruv, bunaqa baqir-chaqirlar, bunaqa buyruqvozliklar, bunaqa qo'rqitishlar kerak emas. Biz hozir 21-asrda yashayapmiz. Biz hali yangilik yaratayotganimiz yo'q. Faqat o'zimizning muammolarga mana shu o'ralashib yuribmiz. Buz-buzlar, YPX anaqa haydovchilarga yopishgan, militsiyalar kelib anaqa qilgan, jonga tegdi to'g'risi. Jonga tegdi, to'xtatinglar shunaqa ishlarni. To'xtatinglar, iltimos, to'xtatinglar. Yurak ko'tarmayapti o'zi. O'zi mana bu muammolarda o'zi yetarli. Baqir-chaqirlar odamlarni stressga olib qo'yapti. Tomosha qilib turgan inson ham stress olyapti shu narsani. Befarq bo'lishga haqqimiz yo'q. Qaraymiz nima bo'ldi ekan, kim kuydi ekan deb. Yordam bergimiz keladi. G'oyibona. Men bilmadim bu ketishda nima bo'ladi, lekin yaxshi emas. Yaxshi emas, bu ketishimiz yaxshi emas. Yo o'zimizni o'nglaylik, yo mana shu muammolarda bir umrga yashaylik. Kimdir o'ziga xulosa chiqarib olar. Muomala madaniyati, ma'naviy ma'rifiy qarash.
baribir kerak. Bizga kerak. Kim qanday holatda turganini ruhiyatiga qarab bilishimiz shart. Shu rahbarlarda psixologiya fani o'rgatilsa kerak rahbarlarga. Yo o'rgatilmaydimi? Holatini ko'rib turib fuqaroni muomala qilishda o'rgatilmaydimi? Bo'ldi, boshqaruvda o'rgatasizlar, u yog'i ketaveradimi? Insof bersin. Hammamizga insof bersin. Lekin iltimos, baqir-chaqir, yig'i-sig'i, uyiga bostirib kirish, sharmanda qilish, qo'rqitish ishlarini to'xtatinglar. To'xtatinglar.